Assalomu alaykum. Va nihoyat ruchnoy platani sotuvga chiqaramiz. Buni to'liq versiyada qilib oldik va tekshirib oldik. Har xil mashinalarga qo'yib, o'zimiz mashinada ham tekshirdik. Xudo xolasa bu gaz pedaldan oldingisi yashil tormoz. Tormoz berib turib, knopkani bosib motorni ko'taryapti. Hop, mashina o'tib turibdi. Yana tormozni bosib turib, sariqni bersak, tushiradi. Yashil bilan sariq ko'tarish, tushirish. Bu oq led. Hop. Parkovkasi tormozni bosildi. Bu oq qizil sim parkovka. Berdik. Tormozni oldim. Parkovkada turibdi. Hop, tormozni yana bosamanda parkovkadan chiqaraman. Mana qo'yib yubordi. Hop. Tormozni bosdim, parkovkaga soldim. Parkovkada turibdi. Parkovkadan tormoz xullas chiqdi. Gaz bosdim, qo'yib yubordi. Pul chatirda ham qo'yib yuboradi bu narsa. Ko'taryapti. Hop, yana gaz bosaman. Qo'yib yubordi. Hop, akalar qaranglar, bitta fishkasi bor. Bitta bir dona bo'sh joy bor. Bo'sh joyda endi to'liq versiyada chiqaramiz. Qorasimda bu qorasim zajiganiga ulasa, qishda masalan ruchni ko'tarmaganlar bor. Muzlab qolmasin deb parkovkada qo'yorsa, ruchni ishlab keta olmasligi uchun bu qorasimda zajiganiga ulab turib, 6 marta mashinaning egasi o'zi ham qilaveradi. 6 marta zajiganlikni bersa, parkovka rejimi o'chadi. Oddiy holatga o'tadi. Ключatirda ishlaydi. Xolasa ko'taradi, xolasa tushiradi. Mana shu qorasim zajiganiga ulanadi. Xudo xolasa bu sxemamiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, hamma joy. Keyin yana bitta zo'r fishkasi. Bilsalaring, gaz pedalda mexanikalarda ko'rmaydi, boshqa ruchnoy platalar. Bizniki mexanikada ham ishlayveradi, boshqasida ham ishlayveradi. Keyin parkovkadan chiqarish shart emas gaz berish uchun. Gazni bersa o'zi qo'yib yuboradi. Xullas to'liq versiyada bo'ldi, xudo xolasa.